O'ttir yoshga bormay turib, ba'zi ayollarning odati ozlab kelayotgan yoki to'xtab kelayotgan ahvollar jamiyatimizda kunni kunga ko'payyapti. Endi mushu ayollarningki, mushu odati nima uchun ozlab ketdi, nima uchun to'xtab ketdi degan chog'da buning sabablari bakchiq. Balkim har xil ayollar kasallik bilan og'rigan bo'lishi mumkin. Yoki tuxumdan muddatda buni chekingan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa har xil semizlik deganga o'xshash yoki yuqumli kasalliklar bilan og'rigan tarixi, kamqonlik deganga o'xshash nurg'un turlarga bo'linadi. Endi bu ayol kishida yo ayollar kasalligi yo'q, yo har xil yuqumli kasallik bilan og'rigan tarixi yo'q, yoki bo'lmasa semizlik yo'q. Doktorxonaga borsa hamma sog'lom chiqyapti. Nima uchun bu odat muddatini to'xtab ketdi? Bu yerdagi dal masala nada degan chog'da mushu ayolning oila turmushininki yaxshi bo'lmaganligining tipik ifodasi deb qaraymiz. Bunday chog'da biz dorini hali ayol kishiga emas, balki shuning bilan birga bir umrlik yashagan hamrohiga, yo'ldoshiga beramiz. Yo'ldoshininki iqtidori ajizlab ketgan chog'da ba'zi ayollarninki tuxumdonninki xizmati muddatidan chekinib ketib, odati muddatidan to'xtab ketayotgan yoki azab ketayotgan ahvollar kelib chiqadi. Shunga biz u ayollarga bermasdan dorini, balki shu oiladagi shu ayolning umrlik hamrohiga berish orqali ayol kishininki odatining muddatidan to'xtab ketishiga yoki bo'lmasa azab ketishiga dorini eriga qilish orqali ayol kishininki kasalligini saqaytimiz. Yo'ldoshingiz bo'lmasa, amal va to'y turmushingizni o'ylashing. Agar unda sharoit menda yo'q deydigan ishingiz bo'lsa, mushu odatni ravonlashtiradigan, tuxumdonni yashaydigan dorilardan qo'shimcha ishlatib bersangiz, odatingizni ravonlashtirib bo'ladi.